dializda o'tirar ekanlar, biz vaqtga garantiya bermaymiz. Mani ismim Malika Qodirovaman. Bektemirda turaman o'zim. Oyog'im mana shunaqa qoraydi-chi. Borib kestirdik, bitta oyog'im tuzaldi, ikkinchi oyog'im tuzalmadi. Bordik doktorlarga, menga 50-50 anaqadan chiqmaydilar. Dializda o'tirar ekanlar, biz vaqtga garantiya bermaymiz. Qon tomirlarini ochtirsalar, mana shunaqa. Bo'lmasam javob bermaymiz deyishdi bolam. Ko'nglim vaqtga cho'kib ketdi. Umiding ham to'g'risi ham kuyov o'g'lim eshitib qolibdi mana shunaqa Muzaffarjon bilan Bobirjonni gaplashishdi. Olib keldilar dedi. Keldi, mana motivatsiya berishdi ular menga. Shunaqa shirin so'z bilan motivatsiya berishdi. Shu bilan ko'nglim xotirjam bo'lib, operatsiyaga shunaqa yengil kirdim, shunaqa yengil chiqdim. Yashashga umid bog'ladim. Tomirlarim ochildi, og'riqlarim bosildi. Xudoga ming qatla shukr. Bolalar rohatini ko'rib yursin. Muzaffar bilan Bobirjon. Bularning shirin so'zlari odamni davolab yuborar ekan. Bular gap yo'q. Bu bolalarga gap yo'q.